Yangi yil bayrami munosabati bilan yurtimiz bo'ylab turli sohalarda aholi farovonligiga xizmat qiladigan yangi va rekonstruksiya qilingan inshootlar foydalanishga topshirilmoqda. Shu kabi xayrli tashabbuslardan biri Andijon viloyatining Jalaquduq tumanida ham amalga oshirildi. Ya'ni suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasining ma'muriy binosi qayta ta'mirlanib, foydalanishga topshirildi. Suv resurslaridan oqilona foydalanish, har bir tomchi suvni asrab-avaylash bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Prezidentimizning suv taqchilligini oldini olishni ustuvor vazifa sifatida belgilab, mintaqa xalqlari farovonligi yo'lida ilgari surayotgan tashabbuslari amaliyotda o'z samarasini bermoqda. Ayniqsa respublikamiz hududida suv xo'jaligi tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, yangi tuzilmalarning tashkil etilishi hamda moddiy texnik bazaning mustahkamlanishi sohada sifat jihatdan yangi bosqichni boshlab bermoqda. Bu esa qishloq xo'jaligi maydonlarini uzluksiz va samarali suv bilan ta'minlashga xizmat qilmoqda. Ana shunday ezgu ishlar doirasida Andijon viloyati Jalaquduq tumanidagi suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasining ma'muriy binosi to'liq rekonstruksiya qilinib foydalanishga topshirildi. Ilgari ta'mirtalab holatga kelib qolgan mazkur inshoot muassasasining ichki imkoniyatlaridan samarali foydalanilgan holda zamonaviy ko'rinishga keltirildi. Ish xonalari to'liq yangilandi va suv xo'jaligi xodimlari uchun barcha zarur shart-sharoitlar yaratildi. Suv xo'jaligi sohasida, qishloq xo'jaligi sohasida juda katta islohotlar amalga oshirilyapti. Shu jumladan suv xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlardan bittasi har bitta tumanlarda tuman suv yetkazib berish xizmati davlat muassasalari tashkil qilindi. Bunda og'ir sharoitda haqiqatda ham suv xo'jaligi xodimlarini moddiy texnika bazasini mustahkamlash talab etiladi. Shu maqsadda bugungi tadbirimizda Jalaquduq tumanida suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasini binosini mana ochilishi tadbirini o'tkazdik. Bundan maqsad shu suv xo'jaligi xodimlariga yetarli sharoitlar yaratish. Mana xonalarni kirdik, yorug', issiq xonalar, kompyuterlar bilan jihozlangan, elektron platformalar orqali suv hisob-kitoblari yuritilyapti. Tadbir davomida sohada mehnat qilayotgan mutaxassislar uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar, amalga oshirilayotgan ishlar ahamiyati alohida ta'kidlandi. Shuningdek, suv xo'jaligi tizimida mehnat qilayotgan xodimlarning mas'uliyati va fidokorona mehnati yuksak baholandi. Ushbu tadbirlar suv xo'jaligi sohasi xodimlarining mehnatini qadrlash, ularni yanada fidokorlik bilan ishlashga undash hamda suv resurslaridan oqilona foydalanish yo'lida olib borilayotgan islohotlarning yaqqol ifodasi bo'ldi.